Assalomu alaykum. Avvalambor, qarang, tabiatda Nozim aka, tabiatda o'zi aslida 100 ming xildan ko'p qo'ziqorini turlari bor-da. Yeydigan, yemaydigan, zararli, keyin mana supermarketlarda ham sotadi, bilasiz. Qo'rib kimlardir xohlaydi. Mana shunaqa holatlarda juda ham ko'p qo'ziqorin uchratishingiz mumkin. Ana shu 100 ming xil turdan 200 xili alohida qizil yog'ochsimon qo'ziqorinlar turiga kiradi. Shifobaxshli giyoh sifatida kiritilgan. Endi tashkilotimizning rahbari, mana Gana Excel prezidenti, mikolog olim janob Liao Sunseng mana shuni qo'lyozmalarda Shennong degan bizning Ibn Sino bobomizga o'xshab Xitoyi Shennong degan tabibi bo'lgan. Shuni qo'lyozmalarda, ilmiy qo'lyozmalardan ko'rib, shifobaxshliligiga qiziqib, shuni 15 yil davomida 200 xil qizil qo'ziqorinlarni o'rganishga bag'ishlagan o'zini. 6 xil bizning tashkilotimizning qo'ziqorinining farqi shu 6 xil eng kuchli turi tanlab olingan. Nima uchun bu anaqa usti yaltiroq bu kraskalar kabi yo nima o'zi shunaqa? Bu rosti kasimi qo'lingizda? Bu Nozim aka, bu haqiqatda shunaqa o'sadi. Buni boshqacha yasatilgani yo'q, yasalmaydi. Bu tirik haqiqiy qo'ziqorinning o'zi. Bunaqa yaltiroq, chiroyli bo'lib chiqishiga sabab bu olim buni yetishtirishi juda ham ko'p davlatlarda qilib ko'rgan. Bu shunaqa giyohki o'zi qo'ziqorin. Drevesnoy grip deydi rus tilida, yog'ochsimon, Ganoderma lucidum deyiladi. Gano yaltiroq, derma teri, yaltiroq teri degan ma'noni bildiradi. Bizning asli maqsadimiz nima deydi, biznes emas. Bu sog'liq yo'nalishida, mahsulotning sifati eng muhim o'rinda turadi. Shuning uchun buni yetkazish uchun joy tanlagan. Bunga nam iqlim kerak, toza havo kerak. Har xil davlatlarda yetkazib ko'rgan, ularning iqlimi to'g'ri kelmagan. Malayziyada aynan yetishtiriladi. E'tibor bersangiz, Malayziyada Alastar degan shahardan 300 kilometr tashqarida joylashgan plantatsiya. U nima uchun? Bizning mana O'zbekistonda Chorvoq, Bahavo joylarimizdagi misol qilsa bo'ladi-da. U joy shunaqa 90% iqlimlik, eshitganmisiz, bilasizmi yo'qmi bilmayman. Ekologik tozalik bo'yicha Malayziya 3-o'rinda turadi. Havosi toza. Nimaga? Bu yana qo'ziqoringa taqaladi. Qo'ziqorin shunaqa giyoh ekan, havodan ham so'rib oladi hamma narsani, yerga ekilsa, yerdagi ziyon zaxmi nima bo'lsa, atrofida 5 metrgacha ekilgan garmdori bomb nima bo'lsa, o'shani ham xususiyatini so'rib olish xususiyatiga ega bu giyoh. Shuni nima deydi, sifatga kafolat berganimizdan keyin o'sha bahavo hamma tomonlama toza joyda yetishtirishni yo'lga qo'ygan. Malayziya nam iqlim, toza ekologik tozalik bo'yicha 3-o'rinda turadi. Organik kultivatsiya yo'lida Yapon nanotexnologiyasida yetishtiriladi. Organik kultivatsiya